alaykum YouTube ahli. Biz bugun sizlarga video obzorda qattiq xamirlarni chiqarib, ya'ni ishlab qorib beruvchi apparatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Sifat bo'yicha ham eng birinchi o'rinda turadi, chunki bunda asosiysi qattiq xamirlar va shirmon xamir nonlarini shu uskunada chiqarishadi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilamiz. Bizda sotuvda 15 kilolik, 25-50 kiloligidan mavjud va o'rtancha xamirlar uchun xamir bunker mishalkalarimiz ham bor. 25 kilolik va 15 kilolik ham mavjud sotuvda. Xo'p, yangi tovarlarimiz keldi, tugab qolgan edi. Bizda mana shu bunkerlikni kichigidan boshlanadi, ya'ni 5 kilolik, 8 kilolik, mana va 12 kiloligi sotuvda bor. Kimga qanaqangi xamir mishalkalar kerak bo'lsa, telefonlarimizni video ostiga qo'yib o'tamiz. Bemalol telefon qilib, do'konimizga tashrif buyursani ham bo'ladi. Telegram orqali yozsani, ma'lumotlarni, to'liq ma'lumot berib o'tamiz va Telegramdan lokatsiyasini tashlab beramiz. Kelib, ko'rib, olib ketishini ham mumkin. Like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib o'tinglar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.